Let me welcome new admission student for the academic year 25-26 at Sarda University and also their parents for this important induction day. Ultra beats on the track. Ultra beats on the track. Ultra beats on the track.
Hasan Ali, Muhammed Ali. Kamera tutuyorum Hello? We are in front of the stage. Yeah, ma'am. Yeah. Right in front of the stage.
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar, ota-onalar va qadrli talabalar. Sharda University O'zbekiston nomidan sizlarning barchangizni bugungi birinchi kurs talabalarimiz uchun tashkil etilgan Induction Day, ya'ni tanishtirish kunida samimiy tabriklab, chin dildan tabriklayman. Bugun biz bilan bir qatorda aziz mehmonlarimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ilhomjon Aktaboyev hamda Andijon viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari janob Turdiyev Dilyorbek Odiljonovich, Andijon viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi maktab bo'limi boshlig'i Xurboyev Sardorbek Xurshidbekovich hamda Namangan viloyati Norin tumani maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi maktab bo'limi boshlig'i Davronova Gulnoraxon, Andijon shahar 30-umumta'lim maktabi direktori Yo'ldasheva Feruza Rasulovna, Andijon shahar 31-maktab direktori Dadajonov Fayzullo Sirojiddinovich hamda Farg'ona viloyati Quva tumani 2-umumta'lim maktabi direktori Yelizarova Larisa Mixaylovnalar tashrif buyurganliklari uchun biz uchun katta sharaf. Sizlarning bu yerga kelganingiz, e'tibor va qo'llab-quvvatlanganingiz bizni yanada ilhomlantiradi. Sharda Universiteti O'zbekiston jamoasi sifatida biz mamlakatimizda sifatli va zamonaviy ta'limni rivojlantirish yo'lida izchil mehnat qilmoqdamiz. Shuningdek, o'qishni boshlayotgan aziz talabalarimizni samimiy tabriklaymiz. O'zbekiston Sharda Universiteti nafaqat bilim berishga, balki ijodkorlik, qadriyatlar va global dunyoqarashni shakllantirishga ham katta e'tibor qaratilgan. Bizning kampusda turli mamlakatlardan kelgan o'qituvchilar qarashi kengayib boradi. Bugun sizlarning barchangiz bilan shu quvonchli lahzani baham ko'rayotganimizdan juda ham mamnunmiz. Yana bir bor barchangizni Sharda Universiteti O'zbekiston oilasiga xush kelibsizlar. Yangi o'quv yilida ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Very good evening to all of you and salam alaikum. Barchaga assalomu alaykum. Let me welcome new admission student for the academic year 25-26 at Sharda University and also their parents for this important induction day. Barcha ota-onalarni va talabalarni yangi Sharda Universitetida 2025-2026 o'quv yiliga taklif qilganimizdan juda ham xursandmiz. You may be knowing that the university was established in 2019 with the decree of Honorable President of Republic of Uzbekistan. O'zbekiston Respublikasi Prezident qaroriga asosan ochilgan universitetimizda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. This is one of the very few universities in the Fargana Valley which have been established under presidential decree, and we are really honored to have the presidential decree for establishing and running this university. O'zbekiston Respublikasi Prezident qaroriga asosan ochilgan Farg'ona vodiysida birinchi mustaqil universitet 2019-yilda ochilgan universitet hisoblanadi. On this important occasion, I would also like to welcome and invite the representative of the regional department of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation, representative of
Directorate of Preschool and School Education, Andijan, Namangan, and also Director of Different School of Andijan region. Ushbu muhim kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hududiy bo'lim boshliqlari, Namangan viloyati, Andijon viloyati bo'lim boshliqlarini ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. And it is the beginning of the students' new academic journey in terms of their bachelor's program, and the classes is going to start tomorrow, and all the academic process will start tomorrow. Barcha bakalavriat va magistratura talabalarini ertadan yangi o'quv yilini boshlayotganidan xabar berishdan xursandmiz. I'd also like to mention when we started in 2019, we started with the bachelor's program. In 2023, we introduced the master's program, and next year we also intend to introduce PhD program as well. Ma'lumot o'rnida birinchi bakalavriat 2009-yilda, 2023-yilda esa magistratura, keyingi yillarda esa doktorantura. The Fargana Valley, which has presence of so many international faculty member who are coming from India, they are coming from Russia, and they are coming from Malaysia and other countries also, in addition to the Uzbek faculty members. And they are well qualified, experienced, and also having experience working in the industry and also in the academics. Kelgan xalqaro o'qituvchilarni o'z ichiga olgan yagona universitet hisoblanadi. The faculty members, they are not only well qualified and experienced, they also have large number of publications, patents, which adds value to the academic discipline of the university. Professorlarimizda juda ham ko'p jurnallar, xalqaro darajada chop etilgan jurnallarga ega va malakali ustozlarimiz faoliyat yuritishadi. I would also like to mention that we have signed memorandum of understanding with 17 universities and across the globe. We have signed agreement with different universities. Bundan tashqari yaqin kelajakda Sharda universiteti va bundan tashqari 15 ta Yevropa davlatlari bilan birgalikda imzolagan memorandumlarimizni ham sizlar bilan bo'lishamiz. These memorandum of understanding are supposed to facilitate semester exchange program, student exchange program, faculty exchange program with different universities in a different country. Turli xil davlatlarda aytib o'tilganidek Rossiya, Bangladesh, Ispaniya, Fransiya davlatlarida nafaqat talabalar almashinuvi, bundan tashqari o'qituvchilar almashinuvi dasturlari ham yo'lga qo'yilgan. We are also seriously thinking of introducing the dual degree program with some of the universities in South Korea. Bundan tashqari Janubiy Koreyadagi ba'zi universitetlar bilan ham ikki tomonlama ta'lim yo'nalishini yo'lga qo'ymoqdamiz. Now, recently we have received one of the best universities award in terms of quality of education in the Fargana Valley. Farg'ona vodiysida o'tgan yilida Farg'ona vodiysidagi eng yaxshi ta'lim bo'yicha yaxshi universitetlardan biri deb topildik. We have introduced the work and travel program, wherein every year around 30-35 students go to Germany to participate in the work and travel program and also visit other European countries. Har yili 30-35 ga yaqin talabalarimiz Germaniyaga work and travel dasturida qatnashib, Companies like Uz Automobile, companies like Hamcor Bank, Asaka Bank, Samu Textile, and logistics company, IT company, so our people are working in different companies across Uzbekistan and outside Uzbekistan. eng muhim qismi ishga joylashtirish, talabalarni ishga joylashtirish. O'tgan yilgida imzolagan shartnomalarimiz va hozirgacha davom etib kelayotgan Uzauto Motors, Everest kabi kompaniyalar bilan birgalikda talabalarimizni ishga joylashtirishni davom etmoqdamiz. We also introduced one of the unique initiatives, that is Entrepreneurship Development Center, enabling, motivating and encouraging students to take up the career of enterprise creation, startup creation. Qolaversa talabalarning kelajakdagi karyeralarni yuritishda ham tadbirkorlik dasturlarini Completing their master's degree and also the bachelor's, and we are planning to do the competition program on 23rd of October 2025. 2025 yil oktyabr oyida yaqin kelajakda bo'lib o'tadigan magistratura va bakalavriat yo'nalishini tamomlagan o'quvchilarimizni bitiruv marosimi ham bo'lib o'tadi. So I would also like to mention that the student from tomorrow onwards,
when they are in the university, they focus on in terms of library. We have I can tell you with assurance is that we have the biggest e-library resources in Uzbekistan. Thousands of books on any subject is there in our e-library. Bundan tashqari O'zbekistonda minglab kitoblardan tashkil topgan, Hindistonda va boshqa mamlakatlarning kitoblaridan tashkil topgan yagona elektron kutubxonamiz ham mavjud. Clubs of Sarda University Uzbekistan. Yangi akademik yilini boshlayotgan talabalar vaqtlarini juda ham unumli foydalanishlari uchun 15 ta activity clublarni ham tashkil qilganmiz. At the end, I would like to thank the regional department of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation, Directorate of Preschool and School Education of Andijan, Namangan, Fargana, School Director, who have always extended very good support, which enable our university to run smoothly and properly. Va so'zimning oxirida bugunda mehmon bo'lib turgan Farg'ona, Namangan Vazirlar Mahkamasining hududiy bo'lim boshliqlarini ko'rganimizdan xursandmiz va kelajakdagi bo'ladigan shartnomalarimizni ham, hamkorligimizni ham saqlagan holatda tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. And tomorrow will be the orientation program wherein all the department will talk about their program, will talk about their curriculum, will talk about the attendance, how the input are structured, classes are structured. A detailed orientation program will be done tomorrow and the classes will also start tomorrow. Va ertadan boshlab doimiy darslarni va o'qituvchilaringiz dars jadvallaringiz bundan tashqari maktabgacha ta'lim boshlig'i direktoriga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, ota-onalar, hurmatli O'zbekiston Sharda Universiteti direktori hamda mas'ul xodimlari. Avvalambor barchangizga mana shu tadbirga taklif etganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Bu yerda o'zimizga tanish chehralarni ko'rib turgandan juda ham xursandman. Ayniqsa kuni kecha bizni maktablarda tamomlagan o'quvchilarimiz mana bugun aynan Sharda universitetining talabalari sifatida bu yerga qabul qilinganidan juda ham mamnunman. Bizi Andijon viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasini O'zbekiston Sharda universiteti bilan hamkorligi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umid qilamanki, kelgusida bu hamkorlik yana ham davom etadi. Bu universitetni bitirgan talabalar mana bu yilning o'zida 100 dan ortiq bitiruvchi talabalarini biz o'zimizning maktablarimizga o'qituvchi sifatida ishga qabul qildik va albatta boshqa oliygohlarda bitirgan boshqa bitiruvchi talabalar bilan solishtirganda bu yerda berilgan bilimni ancha kreativligi, umuman boshqacha yo'nalishdagi nafaqat o'sha yangi borgan maktab jamoasida bu yerdagi o'quvchilarda ham iliq tasavvurlarni ko'rsatmoqda. Shuning uchun mana shu tadbirga kelgan barcha talabalarni birinchi o'quv yili bilan alohida tabriklab qolaman. Kelgusida yanada bu universitet bilan hamkorliklarimizni davom ettiraman. Barchaga kattakon rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, Sharda universiteti jamoasi hamda bugungi tadbirga tashrif buyurgan aziz talabalar, ota-onalar. Bugun mana shu ta'lim muassasasida shu tadbirda ishtirok etar ekanmiz. Hozirda hamkasbim aytib o'tgandek, ushbu oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan va mana shu ta'lim muassasasini bitirib hozirgi kunda o'zining shu joyda olgan bilimlarini yurtimizni rivojlanishiga munosib hissasini qo'shayotgan yoshlarimizni ko'pligi bilan faxrlansak arziydi. Chunki muhtaram yurtboshimizni tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi ta'lim tizimida bir qator xorijiy oliy ta'lim muassasalarining faoliyati O'zbekistonda boshlandi. Jumladan Andijon viloyatida faoliyat boshlagan ushbu oliy ta'lim muassasasi ham mana shu faoliyati davomida o'zining
tartib intizomi, yo'nalishi, mana shu joydagi pedagogik jamoani samarali faoliyati bilan hozirgi kunda yurtimizga tajribali tanlangan yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislarni yetkazib berishni boshladi. Shu bilan birgalikda ushbu ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan yoshlarimizni zamonaviy tarzda, ya'ni xorijiy texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim olishlari, ayniqsa nafaqat Hindiston, Yevropa davlatlari tajribalaridan keng qo'llanilgan holatda ana shu joylarda targ'ib etilayotgan shu ta'lim usullaridan keng foydalangan holatda ta'lim jarayoni tashkil etilishi bugungi kunda mana ko'rib turganimizdek yanada mana ushbu ta'lim muassasasiga o'quvchilarimizni qiziqishi yanada ham ortayotganligini kuzatib turibmiz. Shuning uchun bugungi tadbirda ishtirok etar ekanmiz. Shu tadbirga tashrif buyurgan ota-onalarimizga, talabalarimizga ne yaxshi niyat bilan ushbu dargohga kelishgan bo'lsa, niyatlar amalga oshishini, kelajakda ushbu ta'lim muassasasini bitirgan yoshlarimizni, yurtimizni, xalqimizni xizmatini qiladigan hamda respublikamizni rivojlanishiga o'zini munosib hissasini qo'shadigan mutaxassislar bo'lib kamol topishlarini tilab qolamiz. Katta rahmat hammanglarga. Sog' bo'linglar. New admission students. In this August situation, I welcome you. Hurmatli talabalar, hurmatli hamkorlarimiz, hurmatli talabalarimizni ota-onalari, o'qituvchilarimiz, sizlarga bugungi kunga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. To address the decision of a person will change their life. I strongly believe you guys have taken a wonderful decision, both boys and girls, and joined a wonderful place. Hayotda insonning qilgan qarorlari o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Ishonib aytamanki, yangi talabalikka, o'quvchilikka qabul qilingan o'quvchilarimiz gives hands-on experience learning for all of our students. That is through internship, projects, and work in the field. Yangi o'quv yilida sizlarni amaliyot, birgalikda hamkorlikda ishlayotgan kompaniyalarimiz kutmoqda. So our education is always beyond the classroom. Ta'lim har doim birinchi o'rinda turgan. Yes. Now the message for the parents. The students are our children. We will take care of like our children, and anytime the parents can approach the mentors. We have very mentors strong relationship, and every student will be having a mentor. The parents can approach the mentor, know about the studies and behavior of the student. So it will be a good relationship between parents and mentor if you really get into the picture. Tashrif buyurgan ota-onalarimizga muhim xabarni yetkazmoqchimanki, nafaqat sizni farzandlaringiz, endi bundan buyog'iga bizni farzandlarimiz hisoblangan talabalarimizni biror muammolari o'quv yili davomida uchrayotgan qiyinchiliklarga duch kelishsa, ularga biriktirib qo'yilgan guruh rahbarlari, undan tashqari xorijdan tashrif buyurgan o'qituvchilarimizga murojaat qilishlari mumkin. For any kind of successful career, students needs education 50% and skill sets 50%. Har qanday muvaffaqiyatli kelajakda 50% ta'lim, 50% qobiliyat yordam beradi. And Sharda University rightly blends both in our education system. We try to impart very high quality education. At the same time, we try to develop the skill sets of the students. Va bir vaqtning o'zida universitet, Sharda Universiteti talabalarimizga har ikkalasini ham va'da qiladi. So finally, I invite you all the students to the Sharda family. Let us join together for the quality education. Thank you. Va oxirida sifatli ta'limda va yangi yilga o'quv yiliga qabul qilingan talabalarimizni chiroyli kelajakka taklif qilamiz. Right on the stage, Honorable Director of Corporate Affairs of Sharda University, Uzbekistan, Dr. Ravi. Endi esa sahnamizga Sharda Universitetining xalqaro bo'limi aloqalari direktori Dr. Raviga so'z navbatini beramiz.
родители и новые наши студенты. Я по-русски скажу немного. Сегодня это день благодарности. Почему? Потому что в мире не все имеют возможности, мужчин получают высшее образование. Я был очень счастливым человеком, потому что для меня тоже это было доступно. Как и для вас, новые наши студенты. Если посмотреть одним словом, всем, те, которые пришли в университет, you all need to stay focused. Приоритеты должны быть четко понятны. Потому что, когда я поступил в университет, для меня были разные направления, где студенты занимались учебой, культурные и другие мероприятия, и те мероприятия, которые не очень хорошо. Выбор был за мной. С кем меня бить, какие друзья меня иметь. Я провел 30 лет своей жизни в корпоративном секторе, где есть очень большая конкуренция. Завтра предстоит и для вас эта конкуренция. Если будет четко понятно, что я хочу, добро пожаловать в Шарду. Спасибо. Yangi talabalar, birinchi bosqichga qadam qo'yayotgan talabalar. Meni ismim Zayniddin Damilov. Mana shu Shahar universitetini 4-bosqich talabasiman. Ingliz tili fakultetida o'qiyman. Birinchi kursda men 50% scholarship bilan kirganman va hozirgacha 3 yil ketma-ketiga 100% scholarship bilan, ya'ni grant bilan tahsil olyapman. Bunda ko'maklashgan o'qituvchilarim, albatta bu universitetning atmosferasi juda katta menga yordam bergan. Va shu borada barcha o'qituvchilarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman va sizlarga ham ishonaman. Ko'zingizdan chaqmoqdek taralib turibdi. Sizlar ham bemalol 100% grantlarni olasizlar. Bitta bu yerda men emasman, menga o'xshagan studentlar juda ko'p. 2-kursda, 3-kursli talabalar hammalarida bor. Hozir hammasini birma-bir chaqirishsa, o'sha vaqtimiz chegaralangan. Ishonamanki, sizlarning ham farzandingiz yaxshi tahsil olsa bu yerda, yaxshi hamma narsani joy-joyiga qo'yib, muntazam ravishda kelib, davomatlarda qoldirmasdan kelsa, albatta ular ham 100% grantni olisha oladi. Bu juda qiyin emas deb o'ylayman, chunki o'qituvchilarimiz ko'maklashadi bunga. So in English I can speak here. My name is Zainuddin. I'm a final year student at Sharda University. I'm honored to be here. And I'm one of the students who got 100% scholarship 3 years in a row. In addition, I have received a governmental scholarship named after Islam Karimov. It was one of the proudest moments in my academic life. In this way, I can say the honors and I can appreciate my teachers and professors who helped me in this way. Without their help, I couldn't able to achieve such success. Thank you so much for your attention. Thank you. Endi esa sahnaga biznes boshqaruvi fakulteti 4-kurs talabasi Yoqubov Let me introduce myself first. My full name is Nodata Yakubov, and I proudly can say that I'm loyal student of the Sharda University, and I am owner of the 100% scholarship since 2023 in BBA faculty. Well, what I can say, all of the new students for this upcoming semester, thank you. Good afternoon, everyone. I'm happy to see you here. I'm the final student of BBA 4th year, and now I just want to share with you my experience, my first impressions, and my thoughts about Sharda University. Sharda University for me is the best university because of our teachers, because of their support and knowledge that they give us every day. And thanks to them, I studied with a full scholarship for my last 3 years, and I'm really happy for that because I really helped my parents to save their money,
and I just made them proud of me. And that's all because of my teachers. I really appreciate them, respect them, and I love Shard University. I wish you good luck here. You have to just listen to your teachers, attend your classes regularly, and I hope you'll also get full scholarship. Bye. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I am Karam Khan Marufwa, third year student of Faculty of Humanities, English, Bachelor Arts of Applied English. And I've taken 100% scholarship for 2 years. When I began my journey here in my first year, I got 50% scholarship, and it was my dream to get 100% scholarship. It's my honor to stand here in front of you and give a speech, and I would love to tell you all that with right guidance, sincerity and hard work, you can achieve what you aimed for and become the person that you always dreamed of. And for all freshmen, I would love to tell you that with your hard work and chasing your dreams, you'll achieve what you really wanted. And good luck in your journey here. Okay. Xo'p, avvalambor bu yerga kelgan barcha mehmonlar xush kelibsizlar. Men Karamxon Marufova, Applied Englishda 3-kursda o'qiyman. Birinchi kursda 50% grant bilan qabul qilinganman. Ikkinchi va 3-kurslarda 2 marotaba 100% grant sohibasi bo'ldim. Agar sizlar ham grant asosida qabul qilingan bo'lsanglar, sizlar ham 100% grant yutib olishinglar mumkin. Birinchi kursni boshlaganimda 50% olganman, aytib o'tganimdek. Boshida biroz qo'rquv bo'lgan. 100% ololamanmi buncha odamning ichida, ya'ni raqobat bo'ladi deganman. Lekin agar o'zingizlar qattiq harakat qilsanglar, o'qituvchilar tomonidan berilgan advice, ya'ni maslahatlarga rioya qilgan holatda yaxshi harakat qiladigan bo'lsanglar, albatta sizlar ham 100% olishinglar mumkin. Bu yerda o'qish faqat o'qish va darslardan iborat emas, balkim o'zingizlarda you can discover your talents. O'zingizlarda bo'lgan talantlarni ham topa olish, kashf qilsanglar bo'ladi va hammanglarga omad tilayman. You, our dear guests, esteemed professors and the knowledgeable students. We are extremely pleased to be with you at today's induction day. Assalomu alaykum universitetimiz ustozlari, uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz va ilmga chanqoq o'quvchilar. Sizlar bilan bugungi Sharda ochilish kunida ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. As you all know, our Sharda University is an international university established in collaboration with India. Here, not only world-class education and knowledge provided, but also students' new talents are showcased. Bizning Sharda universitetimiz Hindiston bilan hamkorlikda ochilgan xalqaro universitet. Bu yerda nafaqat xalqaro darajadagi bilim beriladi, shu bilan bir qatorda talabalarning yangidan-yangi iqtidorlari namoyon etiladi. At our university, we have teachers from various nationalities, which helps our students better understand the connections and difference between different cultures and nations. Universitetimizda turli xil millatdan bo'lgan o'qituvchilarimiz dars beradi. Bu esa talabalarimizga turli xil madaniyatlar va millatlar o'rtasidagi bog'liqlik va tafovutni yanada yaxshiroq anglashlarida yordam beradi. Today, we are spending a unique day filled with inspiration and creativity, uniting various cultures, ideas, and talents. Our today's induction day offers friendship, unity, and new opportunities for you, our freshmen. Bugun biz bu yerda turli xil madaniyatlar, g'oyalar va iste'dodlarni birlashtiradigan ilhom va ijodga to'la betakror kunni birga xos go'zalligi bor. Bugun siz azizlarni qutlash maqsadida turli davlatlardan mehmonlar tashrif buyurgan. Demak, e'tiboringiz markazida 13 davlat mehmonlari. Assalomu alaykum aziz ota-onalar va yangi kurs talabalarimiz hamda professor o'qituvchilar. Sizlarni Sharda universitetimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va Sharda universitetiga xush kelibsiz. Welcome to the Candy Shop. Good afternoon, respectful parents, teachers, and students. We are glad to be here. Welcome to Induction Day, which is organized by Sharda University. Welcome. Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, студенты, а также родители. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Добро пожаловать.
yurtdoshlar, sevgili o'rgatmalar va yana o'quvchilar, bugungi etkinligimizda siz bilan birlikda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Üniversitemizde oryantasyon günümüze hoş geldiniz. İyi günler dilerimiz. Queréis hablar diferentes idiomas, por favor, grande, irmãos Shadow University. Moi je suis Dorit, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Bonjour à tous, nous sommes très heureux de voir notre Université International Chardin qui dispense un cinéma, un nouvel intensissimo, ouvert et tendre de ressembler. 여러분 안녕하세요. 샤르다 대학교의 오승꽃을 환영합니다. 감사합니다. Guten Tag, liebe Gäste, Professoren, Eltern und Studenten. Willkommen zum 11. Tag Organisation der Sharda Universität Usbekistan. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch und Festival Willkommen Sharda Universität zu heißen. Ciao a tutti, sono felice di essere induction della Sharda University Uzbekistan. Grazie e buona giornata. Salom hurmatli konaktor. Sizni bu yerda ko'rganimizdan quvonishimiz. Bugungi bayramimizga xush kelibsizlar. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. السلام عليكم أيها الضيوف الكرام وأستاذ المحترمون وطلاب، مرحبا بكم في هذه مهرجان شاردا الذي نظمته في جامعة شاردا. Assalomu alaykum mehmonlar aziz, muallimlar va studentlar Universitet Sharda. بچه‌شینواری شارده که از طرف دانشگاهی شارده تشکیل کرده شده. شامده. नमस्ते, कैसे आप सबको नमस्कार और शुभ दिन शारदा यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की परिचय दिवस को आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। Here with a lively and charming Uzbek music. Please welcome on stage Husnida Zebensoy Mahfuzoda. Azizlar, endi sizlarni raqsga chorlaydigan, ko'ngillarimizni yanada ko'taradigan sho'x va dilbar o'zbek qo'shig'i bilan tanishtirsak. Qarsaklaringiz bilan sahnada Husnida, Zebiniso va Mohizoda.
kill this love. Hozirgi kunda yoshlarimiz orasida K-popga bo'lgan qiziqish juda ham ommalashib bormoqda. Endigi navbatni o'zida zamonaviylikni uyg'unlashtirgan Kamolaning Kill This Love musiqasiga bersa.
chiqishlarimizda barchalar davramizga taklif qilamiz, chunki bugun sizlar ko'ngillarda olganiga egamiz, hali arabcha, turkcha chiqishlarimiz bor. Tadbirlarimiz davom etadi. Elegant show sizlar uchun. Folkloric dance, which embodies our national identity. Today, our students will perform this dance for you. We invite them to stage to present you with an Uzbek national dance performance. Milliyligimizni o'zida mujassam etgan popuri raqsini hammangiz bilsangiz kerak. Bugun ana shu raqsni sizlar uchun talabalarimiz namoyish etadi. Ularni sizlarga haqiqiy o'zbek raqsini namoyish etish uchun sahnaga taklif qilamiz.
excels in singing songs. Now, on stage, Dr. Pramod and Mohizoda will perform their duet song. Dunyoda ingliz, fransuz, arab tillari juda ko'pchilik tomonidan o'rganiladi. Shu bilan birga ona tilimiz o'zbek tilini ham o'rganuvchilar topiladi. Bunga bizning professor Dr. Pramod yaqqol namuna bo'la oladi. U insonda faqat o'zbek tilida suhbatlashadi, balki qo'shiq kuylashni ham uddalaydi. Hozir sahnada Dr. Pramod va Mohizoda o'zlarining duet qo'shiqlari bilan. Fashion is not just about clothing. It's a way to express the soul of a person. Let's watch the perfect harmony of beauty and creativity. Please find your style and welcome to the world of beauty. Endi esa sahnani nafislik, go'zallik va did uyg'unligini namoyish etuvchi fashion showga topshiramiz. Har bir qadam yangi g'oya, har bir libos yangi orzu. Moda bu nafaqat kiyim, balki insonning ruhini ifodalash usulidir. Keling, go'zallik va kreativlikning mukammal uyg'unligini tomosha qilaylik. Marhamat, o'z uslubingizni toping, go'zallik olamiga xush kelibsiz.
sevsang agar chiqinchiligini ko'tarib gar mana sevsang agar chiqinchiligini ko'tarib man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib gar mana sevsang agar chiqinchiligini ko'tarib gar mana sevsang agar chiqinchiligini ko'tarib olma olib olaysan dildo badalaring olma olib olaysan terika mazalaring uylaringdan o'tganday olmani oldi bilan yoniga yabron bilan olmani oldi bilan yoniga yabron bilan mani yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan mani yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan mayda 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 qo'ydi zubayda soqchilari mayda mayda voy zubayda mayda 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 qo'ydi zubayda soqchilari mayda mayda mani sevgan yorimni oy jamoli bor mani sevgan yorimni oy jamoli bor jamolga yarashgan mayda holi bor jamolga yarashgan dona holi o'taman gul ko'tarib ham yo'talib gar mana sevsang agar chiqinchiligini ko'tarib gar mana sevsang agar chiqinchiligini ko'tarib olma olib olaysan dillo mazalaring uylaringdan o'tgizay turmagin mana uylaringdan o'tgizay turmagin mana Stage, our amazing professors will perform your lovely dance with a lively music. So, Om Shanti Om. Siz talabalarimizning chiqishlarini tomosha qildingiz. Aziz ota-onalar va talabalar, endi siz bizga bu yerda kimlar dars beradi deb o'ylanayotgandirsiz. Sizda ularni yaqindan tanish imkoniyati bor. Sahnaga chiqayotgan ajoyib professorlarimiz siz uchun quvnoq musiqa ostida chiroyli raqs ijro etadilar. Demak, bizda Om Shanti Om. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अकलो होश नहीं दानी हम हैं दिल है मर जाना दीवानगी 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 है ना कोई नजर ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All heart girls put your hands up and say Om Shanti Om All you boys come on make some noise and say
रख लो होश नमी दानम हम है दिल है मर जानम दीवानगी 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 That all parents and students were a part of today's event. Since it's the beginning of a new academic journey, and we want to wish all freshmen good luck for all their future endeavors. Aziz mehmonlar, mana tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa tadbirimizni tashkil etishda o'zining jamoaga va fidokorona mehnati uchun hurmatli Umida xonimga alohida tashakkur aytamiz. Yangi o'quv yili, yangi yo'l, yangi orzular demakdir. Shu bois barcha birinchi bosqich talabalariga kelajakdagi ta'lim va hayot yo'lida ulkan omad va albatta yana omad tilab qolamiz. And let's continue our today's event even more with joy, and we would love that to invite you all to dance with the ensemble which are our guests. Demak, sahnani hozir Elegant Show'ga topshiramiz. Habibi
ko'zni kuydirsan, bilmaysan, parvoyingga yilmaysan, qiynaysan, qiynaysan, roziligingdan bilmaysan, 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 parvoyingga yilmaysan, qiynaysan. Sevgan yoring bormi yo, yonimga kelishuncha olasmi yo, olmasang yonimda sen, armonim ko'p ko'p. Ko'rmasam seni bugun, yuragim çok çok, olmasang yonimda sen, armonim ko'p ko'p. Yuragida o'tib ollar davramizga taklif qilamiz. Elegant shows. Köçede ol sarı bir
hayron qo'sh qoqdayib ketdi nagah ko'rinib ko'chada bir sarvehramon qo'sh qoqdayib ketdi qo'sh ko'chada ibo qilaman cho'ppasilar zan bir qoqdayib ketdi sho'x pari ko'zlar ofatsiz otash hay hayni chadaq bir sheva qilib bitmay o'ziga hayron qush yoqdayib ketdi bir sheva qilib bitmay o'ziga hayron qush yoqdayib ketdi yoqdayib ketdi o'ti yoqdayib ketdi hay hayni chadaq sog'dayib ketdi bir yoqdayib ketdi o'ti yoqdayib ketdi hay hayni chadaq sog'dayib ketdi Canım yapraktan bir gece
Judge Roar.